Assalomu alaykum. Navbatdagi masalamiz 150-masala Evaluate Reverse Polish Notation. Masalaning sharti shundan iborat. Bizga tokens nomli stringlar bilan to'ldirilgan array list berilgan. Uning ichida nimalar mavjud? Integer sonlar mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun x, undan tashqari plus ishorasi, ya'ni qo'sh ishorasi, ayirish, ko'paytiruv ishorasi va bo'lish ishorasi bo'lishi mumkin. Har bitta ishora kelganda qanaqa vazifalarni bajarishimiz kerak? Agarda x keladigan bo'lsa, ya'ni oddiy bitta son keladigan bo'lsa, uni integerga o'tkazib turib, bitta arrayga qo'shib ketishimiz mumkin. Misol uchun bizda 2 keldi, 2 ni shundaylikcha qo'shib ketamiz. Keyingisi 1 bo'ldi, 1 ni ham qo'shib ketamiz. Agarda qo'shish ishorasi bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Mana shu ikkalasini bir-biriga qo'shib, ya'ni 2 qo'shilgan 1 teng 3 bo'ladi. Mana shuni o'rniga yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 3 ni o'zini shunday yozib qo'yamiz. Oldingisi yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni ikkita ishora yo'q bo'lib ketadi. Keyin yana bitta son kelyapti. 3 bo'lyapti bu ham. Keyingisi ko'paytiruv. Mana bu ikkita sonni bir-biriga ko'paytirib, ya'ni bir-biriga ko'paytirganimizda 9 kelib chiqadi va mana bu ikkitani o'chirib turib, mana shu 9 ni yozib qo'yamiz. Boshqa son qolmadi. Ya'ni natija sifatida 9 ni qaytarib yubordik. Keyingi misolni ham ko'rib chiqamiz. Demak, bizda 4 bor, 13 bor, 5 bor, bo'lish ishorasi bor va qo'shish ishorasi bor. Birma-bir ko'rib ketamiz. Demak, bizda bitta stack ochib olib turib, qo'shishni boshlaymiz. 4 ni qo'shdik. Keyingisi 13 bo'ldi. 13 shundoq kelgani uchun, ya'ni oddiy son bo'lgani uchun qo'shib ketaveramiz. Keyingisi 5 bo'ldi. Undan keyingisi bo'lish bo'ldi. Ya'ni 13 ni 5 ga bo'lib turib, mana shu ikkalasini o'chirib yozib qo'yishimiz kerak. 13 ni 5 ga bo'lganimizda javob 2 chiqadi. Ya'ni 2 yu 3 qoldiq bilan bo'ladi. Biz shu butun son bo'lgani uchun 2 ni o'zini olamiz. Keyingi son, ya'ni keyingi ishora qo'shish ishorasi. Biz 4 ga 2 ni qo'shib turib, ikkalasini o'chirgan holda 6 ni yozib qo'yishimiz mumkin. Va javob tariqasida mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, 6 qaytarildi. Endi kod formatini ko'rib chiqamiz. Alohida yozib turib, tushuntirib o'tirmasdan, mana bu yerga o'sha birdaniga kodni yozib turib, nima bo'layotganini vizual tarzda ko'rib ketishimiz mumkin. Demak, bizga mana bu array berilgan. Biz nima qilamiz? Har bitta holat uchun tekshiramiz. Agarda ayirish ishorasi bo'ladigan bo'lsa, temp degan bitta o'zgaruvchi olib turib, oxirgisidagini o'sha tempga saqlanib qilib olamizda, pop qilib yuboramiz. Ya'ni o'sha stackni eng oxirgisidan bitta olib tashlaymiz va qo'shib qo'yamiz hozirgi ishora bilan. Ya'ni ishlash davomida ko'rib ketishimiz mumkin. Demak, birinchisi 2 bo'ldi, 2 ni o'zini shunday qo'shamiz. Ya'ni bu degani mana bu shartimizga tushdi, son shartiga. Bu yerda left strip degan funksiya bor. Bu minusni olib tashlab turib tekshiradi. Minusni olib tashlaganda u agar s digit bo'lsa, ya'ni raqam bo'ladigan bo'lsa, bu songa to'g'ri keladi va shunchaki s taga append qilib qo'yamiz, ya'ni qo'shib qo'yamiz. Keyingisi ham 1 bo'ldi. Bu ham o'sha birinchi shartga tushdi. Keyingi shartimizda qanday bo'lyapti? Plus ishorasi. Bunda bitta temp degan o'zgaruvchiga pop qilib, mana bunga saqlab qo'yapmiz. Ya'ni mana buni pop qilib yuboramiz va birga saqlab qo'yamiz. Va endi s tana minus birinchisi 2 bo'lib qoldi. S tana minus birinchisiga tempni qo'shtirib, s tani o'ziga tenglab qo'yamiz. Ya'ni mana bu ikkalasini olib turib saqlab olishimiz mumkin. 3 sifatida oldik. Keyingi elementga o'tganimizda oddiy son bo'lyapti va uni shunchaki qo'shib qo'yishimiz mumkin. Eng oxiriga kelganimizda ko'paytiruv ishorasi. Ko'paytiruv ishorasida ham xuddi shunday bo'ladi. Bu yerda s tana minus birinchisi 3 bo'lyapti. Uni bitta tempga olib turib, pop qilib yuboramiz va mana bu minus birinchisi bo'lib qoldi. Ikkalasini ko'paytmasini yozib qo'yishimiz mumkin. Ikkalasini o'chirib olib turib, ko'paytmasini saqlab olishimiz mumkin. Natija 9 ga teng bo'ldi. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Keyingi misolda birinchisi oddiy son bo'ldi. Demak, uni shunchaki qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni mana bu shartga tushadi. Undan keyingisi ham oddiy son. Oddiy sonni ham qo'shib ketamiz. Keyingisi ham
oddiy son bo'lgani uchun 5 ni qo'shib ketdik va mana nihoyat bo'lish ishorasi keldi. Bo'lish ishorasi bo'lganda nima qilamiz? Mana bu shartni bajarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta temp degan o'zgaruvchiga -1 ni olamiz va pop qilib saqlanadi qilib olamiz. Pop qilganimizda bu yo'q bo'lib ketadi va tempga saqlanib qoldi. Endi -1-si mana bu bo'lib qoldi. Ikkalasini bo'linganini olib turib, mana bu yerni ikkalasini o'chirib yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 2 bo'ladi. Keyingi ishoraga o'tganimizda qo'shish ishorasi ekan. Demak, ikkalasini qo'shib turib natijasini olishimiz mumkin. Chunki mana bu yerda qo'shish ishorasi shunday. Ya'ni tempga pop qilib saqlanadi qilib olamiz. -1-sini. Bunda temp teng bo'ldi 2. Endi mana shuni S'dan birinchisi mana bunga to'g'ri kelyapti. To'g'riga 2 ni qo'shib qo'yamiz va javob 6 bo'ladi. S'dan 0-sini qaytarib yuborganimizda bu 6 ga to'g'ri keladi va masalamiz shu tarzda ishlanishi mumkin. Masalamizning tezligi O da n ga to'g'ri keldi, chunki bizda bitta nums nomli array bor. Uning uzunligi n ga teng bo'ladigan bo'lsa, for loop orqali aylanganimizda n tezlikda aylanib chiqamiz. Space ham n ga to'g'ri keladi, chunki bitta stack ochib olganimizda uning ichini eng yomon holatda n marta o'sha to'ldirib, ayirib, eng yomon holatda oxirida n ga teng bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga space ham n ga teng bo'ldi. Hammaga rahmat. Video ostiga like bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.